Assalomu alaykum. Yana bir noodatiy mayin mol tili hamda shirali mol go'shti uyg'unlashgan rulet retsepti. Video kerak bo'lganini qidirmaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. Birinchi bo'lib mol tilini bezlari, yog'larini tozalab, lavarbargi, qora murch, tuz solib 1,5 soat qaynatib qo'yamiz. Ketidan boshqa idishga molni kachalka qismini solib, sho'rroq suvda qaynatib qo'yamiz. Bu orada 1,5 soat o'tib, mol tilini olib, muzdek suvga solib, ustidagi po'stlog'ini shilib tozalab olamiz. Yoqimsiz hidlari ketib, po'stlog'i tozalangan mol tilini kachalka qaynayotgan qozonga solamiz. So'ng yarim qoshiq zira solib, qopqog'ini yopib, past olovda go'shtlari yumshaguncha qaynatib qo'yamiz. Yumshoqqina mazali bo'lib chiqqan til va go'shtlarni sovutib olib, ko'rsatilgandek qilib tilni kesib olamiz. Endi rulet to'g'rashni boshlaymiz. Tilni ko'rsatilgandek qilib strich ustiga terib olib, ustidan ko'rib turganingizdek shirali kachalka go'shtini bir xil qallilikda qo'yib olamiz. So'ng ko'rsatilgandek qilib strich plyonkani ko'tarib, go'shtni tilni o'rtasiga qo'yib olamiz. Boshida shakl berib bo'shroq qilib, ikkita chetini yopib o'rab olib, ichidagi havolarini chiqarib, so'ng taring qilib tortib o'rab olamiz. Shu go'shtdan ikkita katta, bitta kichkina rulet tayyorladik. Ruletlar oson kesilib, shaklini yo'qotmasligi uchun sovutgichda qotirib olamiz. Kesganingizda ko'rib turganingizdek sizni ham mehmonlaringizni ham hayron qoldiradi. Mazasini aytadigan bo'lsam, til yoqtirmaydiganlar ham buni maza qilib yeyishadi. Zo'r uyg'unlik bo'lgan, ustida mayin til, ichida bo'lsa shirali mol go'shti. Ko'rib turganingizdek tayyorlanishi juda oson. Bu yilgi dam olish kunlari albatta tayyorlab ko'ringlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like aymasangiz xursand bo'laman.